شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki derslerimizde Sure Fatiha'nın tefsirisini anlap öttük. Allah'ın fazlı merhameti bilen bugün Kur'an'ın ikinci suresi, Kur'an'ın nöbetdeki tertibideki ikinci suresi Sure Bakara hakkında toxtalımız. Bakara suresi tavallik cihette medeni kitabı. Biz medeni nima, Mekki nima bu haqda darsimizning oldidagi muqaddimasida ma'lum tushunchalarni bergan. Ya'ni Sura Baqaraning oldidagi muqaddimada bu haqda ancha-muncha tushunchalarni beramiz. Abdur rahimahullah Sura Baqaraning o'ziga kelishdan ilgari, suraning o'zini boshlashdan ilgari Sura Baqaraning dastlabki qisqacha tushuntirishini berdi. Biz rasmiy oyatning o'ziga Alif Lam Mim Zalikal Kitab degan oyatga kelishdan ilgari shu suraning 5-dagi muqaddimini o'qib anglab o'tamiz. Abdur gapni mundaq deb boshladi. Na'ti ba'da Fatihatil Kitab ila suratul Baqara. Ya'ni biz Fatihatil Kitab bo'lgan Sura Fatihani o'qib bo'lgandan keyin Sura Baqaraga kelyapmiz. Sura Baqara Qur'oni Karimningki tartibi jihatda Sura Fatihadan keyinlam keladigan ikkinchi sura hisoblanadi. Endi biz Sura Baqaraning ismiga qarasak, sal diqqatimizni tortishi kerak ekanligini bayqaymiz. Chunki Sura Baqara demak bizning navbatdagi til atalg'imizda Kala degan bo'ladi. Kalaning surasi. Nimda bu sura Kala surasi deb Kalaning nomi bilan atalgan. Chunki buning Kala deb atilishini, Baqara deb atilishi bilan shu Qur'on tushgan davrdagi Arab muhitini solishtirish to'g'ri keladi. Chunki Qur'oni Karim Arab muhitida tushgan. Baqara ya'ni Kala Qur'oni Karim tushgan vaqtida shu arablar tunuydigan ma'ruf hayvon yoki chorvalardan emas. Ya'ni kalani ular shu vaqtda bek aniq bilmaydi. Shu nuqtadan qaysi arablar shu vaqtda kalani aniq bilmasa, shu arablar tushgan muhitda kalabek bo'lmasa, masalan, nimda arablar muhitida tushgan bu surani kala ismi bilan ataydi. Bu yerda ishorat qilayotgan arablarning muhitidan farqli yana bir muhit bormi? Ya'ni yana bir narsaga ishorat qilyapti bu sura. Degan bir nuqta bizning zehnimizda bir savol tug'diradi. Biz deymizki, suraning ismi dindagi asosiy bir masalani tutib turib o'tirg'i chiqqan. Bu bo'lsa-mu tirilishga iymon etish masalasi. Bu yerda bir voqelik var Bani İsrail'de yüz bergen. Şu voqelikda bir kalaning masalasi var. Şu asosda shuni tutib turib, andikin bu suraga kala deb ism qo'yilgan. Amaliyotda sura tushgan vaqtda arablar, kala degan hayvonni pek tonimaydi. Ya'ni demakchi, agar arablarning shu yashayotgan muhitidan ikkinchi bir narsaga ishorat qilmaganida bu suraga nima uchun Sura Baqara surasi deb ism qo'yganligi bizga nisbatan sal gunga bo'lib qolish ehtimoli bo'lyapti. Ammo biz bu yerda da'vatimizki, Baqara deb ism qo'yishning sababi mushu kala asosiy personaj bo'lgan, ya'ni kala asosiy tema bo'lgan bir voqelik yuz bergan. Shu voqelikni bu sura asos qiladi. Bu voqelikninki o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan muhim narsasi tirilishga iymon etish masalasi. Chunki tirilishga iymon etish, Allah bizni qiyomatda tirildirdi.
Biz ülep bo'lgandan keyin tirilimiz degan ideya, bu aqida dinning asosi hisoblanadi. Allohga iymon etib bo'lgandan keyin aytilgan tunji iymon oxiratdagi tirilish, ya'ni oxirat kuniga. Shunga nurg'un oyatlarda, nurg'un hadislarda mushu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir degan iboralar bilan undan boshqa mush iymon masalasining asosiy masalasi tilg'ilingan o'rinlarda yu'minu billahi wal yawmil akhir qiyomat kunisiga degan bir ibora Allohning kendidan tizilib keladi. Bu dinning asosi. Chunki oxirat kuniga iymon etmagan, tirilishga iymon etmagan, hisob berishga iymon etmagan har qanday kishi, bu nuqtalarga ishonmagan har qanday odam dunyoda hech qanday cheklamaga uchirmasdan xohlagan ishlarini qila oladi. Bu bir nuqta. Yani iymon, oxirat iymon etish insonni nurg'un ishlaridan cheklab turadigan cho'ng bir vosita. Men qilmoqchi bo'lgan ishimni qiyomatdagi hisobdan qo'rqib qilmayman. Birovga qilmoqchi bo'lgan tajovuzchiligimni, zulmimni qiyomatdagi elinadigan hisobdan qo'rqib qilmayman. Mana bu asosiy bir masala. Undan boshqa bir sabab kelsak, bu yerda tirilish deydigan narsa bo'lmasaydi, dunyo bir jangalga aylanib qoladi. Din degan hukumsizini, mafhumsiz bir narsaga aylanadi. Chunki dinning ma'nosi jazo degan bo'ladi. Tirilish olmasa jazoning ne kerak olsun? Jazoning qanday hukmi bo'ladi? Jazoning qanday bir ifodasi bo'ladi? Undan boshqa chunki ibodatning asosi, ibodat, biz nima ibodat qilamiz degan bir savolga kelgan vaqtidami, ibodatning asosi tayinlangan tayanchimiz oxiratdagi haqiqiy hayot. Ya'ni haqiqiy hayot oxiratda degan bir hukm bor. Biz bugungi dunyoda, bugungi hayotimizda ibodat qilishimiz, oxiratdagi haqiqiy hayotda baxtli yashaymiz degan asosda bo'ladi. Dunyo faqat sinoq dunyosi, uchinchi bir dunyo, ya'ni o'tib ketadigan o'tkinchi bir dunyo degan hukm bilan ibodat qilamiz. Demek yani bu ibadet mi? Yine nimaga tayinadi? Oxirat tushunchasiga tayinadi. Bir odamda oxirat tushunchasi olmasa ibodat qilishning hech hojati yo'q. Ama oxirat masalasi, oxirat olsa, shu bayatning gapining oxirisi, oxirat olsa mangulik, davom turadigan ne'matlik dunyo, ne'matlik yurt. Chunki dunyoda ya sen nimetden ayrılırsa ya nimet senden ayrılır. Ya o nimetin ölüm bilen ayrılırsa ya o nimet senden yok oluş arkalık ayrılır. Bu dünyanın karakteri. Ama nimet senden ayrılmaydıgan, sen nimetin ayrılmaydıgan hayat ahiret yurdu. Şun başka dünyadaki her müminin kılan her bir işidin maksat ahiretteki mukafat. Yani imanın Allah'a iman ediştin kiyinki en mühim halkası, mühim asası ahiret. Tiriliş. Şu ahiret tiriliş olmasa sen hiç kandak yaşlılıkını kınmaysa, hiç kandak yamanlık kalbin tatıp durduğun, köğünün tatıp durduğun hiç kandak yamanlıktan kol üzmeyse, yaşlılıkını kılışının türtkisi, yamanlıktan kol üzüşünün türtkisi del ahiretteki hisabat. Yani o anda ahiretteki iman ediş, tiriliş iman ediş dindeki asasi noktalarının birisi. Hem de Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki zemindeki bizgi belgilep bege yolu, eğer onu sen tatbiqlasan, seni cennet yeteklep apırdı. Allah saklasın, eğer xilaflık kılsan, dözaqqa seni söylep apırdı. Anlığında yeni bir yerdeki iman meselesi, xulasılısak bütün iman meselesi ahiretteki tirilişqa asaslandığın. Yani şu kıyamette tirilip cennet varımız demesek, kıyamette tirilip dözaq varımız demesek, Allah'ın menhecini mi hem tatbiqlamayız? Biz bu Allah gösterken, Allah'ın Resulü gösterken bu yolda ne için mağamız? Yine şu kıyamette tirilgenlikimiz için, tatbiqlamasak dövzaqqa berip qaladıganligimiz için, tatbiqlasak cennetin nimetlerine erişidiganligimiz için lan qılıvatımız. Yani bu yerdeki asasi hol yine ahiret meselesi. Demek, meyli özümüzden şahsi ibadetleri olsun, başkalarıyla kılıdığan muamelaları olsun, ya ki Allah'ın gösterken yolunu dünyada hayatımızı tatbiqlap mengiş olsun, hemmisinin asası ahirette tirilmezlik meselesi. Tirilsek, şu işlerin hemmisi başkaça buludu, onun tutkan pozisyonumuz başkaça buludu. Tirilmesek, yani tirilmeyimiz de qarasak, o vaqtda başqacha bo'ladi. Yani bütün iman, Allah'a iman etishdan qapqasi bütün hatta iman asosiy masalalarining hammasi oxiratga qana qilish, ishonish. Oxiratda tirilish masalasiga ishonish mushu asosida
andan keyin yurishidi. Endi Sur Baqaradan bu masalaning qanday farqi bor desa, Sur Baqarada Bani Isroilda yuz bergan bir tajriba bor. Bular tirilganni o'z ko'takurulik dunyoda hayot vaqtida, ya'ni Alloh subhanahu va taolo qotilining ismini deb turadiganqa o'likdan birini shu yerda tirildirgulik. Undan keyin yana o'liglik. Bu ahvol Bani Isroilning ko'z oldida yuz bergulik. Bu vaqalik manda vaqalik aslisi. Bani Isroildan bir odam intayin boy bo'lib nurg'un mol dunyosi bor. Ama bunun mirasxo'r bo'ladigan balasi yo'q. Shuning bilan buning qarindishining o'g'li, ya'ni jiyani buning suiqasd qilib, uni kechada o'ldirib, jasadni elib, qo'shni kanitlarning biriga yaqin joyga tashlab qo'ydi. Ya'ni ma kanit ahli buni o'ldiribdi deb, shu kanit ahlini tuhmat qilib, o'zi jinoyatdan qutulish uchun shuna qilib qo'ydi-da. Kanit ahli attigini o'yg'onib özünün kentiga yaqin kentining ishik tubida haliqi o'likning jasadini bayqaydi. Bular buningda qorlinib deydi-ki, biz yoq o'tamidik deydi. O'likningki tuqqanlari sizlar o'ltadinglar deydi. Shuning bilan bu yerda ixtilof yuz beradi, surkilish yuz beradi. Bular Musa alayhisolamning qashig'i berib deydi-ki, mashta ixtilof bo'ldi, ixtilof yuz berdi. Robbingdan so'rab bersang bizga qatilning kimligini, qatil haqida bizga bir aytib bersa deb, shuning bilan bu voqelik yuz bergan. Bu voqelik Sura Baqarada 67-oyatdan 73-oyatgacha oyatlarda tafsili bayon qilingan. Va iz qala asta'uzu billah va iz qala Musa liqaumihi innalloha ya'murukum an tadhbahu baqaratan degan o'rindan tortib va yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun degan oyatgacha mush o'rindagi bir necha oyat mush voqelikni so'zlaydi. Mush voqelikni so'zlaydi. Endi demak yuqoridagidek biz Alloh subhanahu va taoloninki yuqoridagi oyatda Bani Isroilni bir kala bo'g'izlashga buyurganligini ko'ryapmiz yuqoridagi oyatda. Ya'ni Musa alayhisalom Bani Isroil deydi, Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan bilan boshlanadi bu voqelik. Bu yerda Alloh Bani Isroilni bir kala bo'g'izlanglar. Kala bo'g'izlab, kalaning bir parchasi bilan o'lakni usanglar, o'lakni usanglar, o'lak tirilib Üzünü ötdəgən adamını deb berdi deb bunda bir möcüzə xarakterlik bir işə buyurdu. Əgər bular şu vaxtda buyruqni icra qılıb, hər qandaq bir kalını bo'g'izlab, onun bir qismini elib, şunu bilan o'likni urgan bolsa, kaladan ma'lum ya quyruq ulandı. Qanday olsa ish qilib bir parcha go'shtni kesib bilan o'likni urgan bolsa, o o'lik tirilib, o'zining qadirining ismini deb bergan bo'ladi. Lekin bular Allohning buyruqini icra qilib qarshilashning o'rniga, ya'ni Alloh anda qil degandan darhallam qilsa bo'ldigan nima? Uning o'rniga bular buni birinchi qadamdan bir xil ishonmaslik pozitsiyasi bilan qarshiladi. Bunda ahvol bizda ko'p. Unda emasdo, deydigan bir yerimiz bor. Masalan, Qur'on yoki hadisdan bir buyruq bizga deyilgan vaqtda tunji qilib bizda ashta ifoda ko'rib, unda emasdo, deydigan bir ifoda ko'rib qoladi. Chunki biz sig'dira olmaymiz o ishni. Bani Isroil shu vaqtida Alloh qo'ygan iymonining ojizligi tufaylidan buni tunji qatim sig'dira olmaslik pozitsiyasi, tasdiq qilmaslik pozitsiyasi, ishonmaslik pozitsiyasi bilan qarshiladi buni. Dediki, nima dedi? Qalu atattakhidna huzwa, hey, biz senga o'ylak haqida kelsak bizni masxara qilyapmiz sadavatidir. Demek, Musa aleyhisselam Allah'tan ep kelgan buyruqni tunji qilib bundan bergan tepkisi, tunji qilib bundan qaytagan inkası bizni zangli qilyapmiz deb buyruqqa ishonmadi yani. Bunu birinchi o'tkazgan xatolik bo'ldi. Undan keyin bular yana o'ziga besim ishlativerdi, qattiq qilib so'raverdi gapni. So'raverdi, qanday qila? Ma'qul bo'pti, sening gapingga ishlab turaylik deb bundachi. Qanday qila ekanda o'zi? Rangi qanday ekan uningki? Yana qanday qila? Yana qanday qila deb so'raverdim. Shu oyatning o'zining tarjimasi qarab baqsanglar bo'ladi, o'zingni o'qib baqsanglar bo'ladi. Shunda mazmun chiqadi. Oxirda Alloh subhanahu va taoladan kalaning yeshi, kalaning rangi, kalaga munosabatli butun masalalar haqida aniqlama, ochiqlama keldi. Manda tafsili keldi. Shundan bilan ahvol shunda olib oxirlashdi. Kalani topdi, bakkas topdi hamda kalaning bir parchasi bilan o'likni urdi, o'lik o'zining qotilini deb berdi, o'ldi. Bu Bani Isroilda bo'lgan ahvol. Bu qissa bizga tirilishning aniq bir hikoyasini Allah ölüp bo'lganlarni tirildirdiganlik qudratining namoyandasini bizga depagan bo'lsa, bu qissaning yana bir tarafi bor.
Bu qıssaning yana bir tarafi bor. Şunu aptırda atıdı. Yani bunun Allah subhanahu wa ta'ala'nın nazarida imani meseleге xizmat qilishdan boshqa yana bir masala bor. Yana bir hikmati bor maqsadinki. Yana bir hikmati bor. Bu kalaning yana bir tarafi bor hikoyaninki. Ma bir tarafi bo'lib qolsa, hikoyaning yana bir tarafi bor. Bani İsrail bir salih odam batdi. Bani İsrail bir salih odam batdi. Kasbida eng kichiklik bilan kasb qilatdi. Halaldan boshqa asla rozi bo'lmaydi. Ya'ni halol harom masalasida inchkilaydi. Bu odam o'zi qilayotgan shu ishlarning hammasida Allohning roziligini izlab qildigan odamdi. Bizning ba'g'onda ahvol. Bu odam vafot, o'lim yetib kelgan vaqtida, sakaratga tushgan yoki o'lim yaqinlashgan vaqtida bu odamning bor yo'q mulki shu bir kichik kala edi. Bu odamning balasi kichik bala. Bu bir muzay. Balasi o muzayni biqib bir yerga apiralgudek holatda emas. Shundan bu odam butun mulki hisoblanadigan, balasi bilan ayoliga qoldirib qo'ydigan bu kalaga kimni vasiy qilish haqida g'ingirdi. Buni kimga qilsam bo'lar, kimga omonat qo'ysam bo'lar? Mening boyoq mulkim shu. Balamga bundan boshqa qoldiradigan merosim yo'q. Ana bu kalani kimga meros qo'ysam bo'lar, kimga vasiy qilib, kimga topshirsam bo'lar deb g'ingirdi. Allah subhanahu wa ta'alaga yüzünü dedi Allah sana bu kalını amanat koyma. Bunu balam için saklap be, balam çoğ olğanğa kadar dep dua kıldı Allah'a. Çünkü bu adam Allah'tan başka balısıga qarata işençilik emin adamını tapanmağandı. Şundan bu adam ayalığı dedi ki ben Allah'tan başka emin adamını tapanmadım. Kalamını Allah'a amanat koydum. Degenden ayalı kalaqan edi. Ben onu otlaqqa qo'yib etdim deb jon taslim qildi. Bu odam ketdi shuni bilan. Bala cho'ng bo'lgandan keyin onasi yuz bergan ahvolni balaga hikoya qildi. Bala dediki, "Anas men kalini qaytib ekilish uchun nerdan topaman?" Ana dedi, "Dadang kalini koinotning xoliqiga omonat qo'ydi. Sen Allohga tavakkul qilib izlayman" degan. Bala dediki, "Alloh, ey Ibrohimning Robbi, ey Yaqubning Robbi, dadam sana omonat qo'ygan bu omonatni men qaytirib ber." deb etizga yurib ketdi, kalini topdi. Bu Bani İsrailga biz aldıda va hikoyaning oldidagi hikoyada qissada so'zlagan kalinin sifatlari ayni mushkal tepiladigan, Bani İsrailga sifatlar tilganilgan kalinin dal o'zi mush etdi. Bani İsrail qandakala degan vaqtda Bani İsrailga andakala deb deyilgan kalinin ayni sifatlari mush kalida batdi. Şunu olan bu kalını setib olish uchun ba'zi dedi ki, "Yo'q, uni sotmayman. Illaki onun tirisiga patqan peti oltin ben sataman." Ba'zi axirida oldi. Demek endi bu yerda biz yeni bir aladigan, maqsaddan aladigan yeni bir hikmet, bir ibrat, savob. Dadining salihligi Allohning shu dadining ballariga muhofizatchi. Allah'ın şu dadının ballarını saklap ulağı köngül bilip ulağının işine qulaylaştırgan qildigan sebep dadının salihliğiydi. Dadı salih olsa ballары Allah'ın riayeti astiga kiradi. Allah o ballarning işlerini qulaylıqlaştırdı. Ballarınga miras qaldırış şuning mecburiyetin emas. Sen salih ol, Allah'tan qo'rq, işlerinde Allah'ın rizaligini izle, ballarını Allah'a amanet qo'y. Allah en yaxshi amanatni saqlovchi. Mana bu yerdan chiqadigan yana bir hikoyatdi. Bu yerdan tilganilgan masala emas. Sura Kahfda yana bir masala bor. Sura Kahfda Allah mush haqiqatni bir izohlagan. Endi dadining solihligi ballarının zayo bo'lib ketmasligining sababi bo'ladi deganning bir hikoyasi bor. Ham bilan bilamiz Musa alayhisalom bilan Musa alayhisalom ilm o'rganish uchun borgan solih bir odam bor. Bazı mənbələrdə bu salih adamni Xizr deydi. O kişilərin tillərində şu xil şəkildə məşhur olğan, yəni Xizr, Musa alayhissalam və Xizr hekayəsi. Bu adamın əsl ismi Xizrmi, Xizr emas bizə nisbətən mühim emas. Amma Musa alayhissalamınki şu bir adam bilan görüşüb şu adamdan bilim üçün bağlılığı Qur'anın qıssası. Şu qıssada heliqi salih bəndə Xizr alayhissalam bilan birlə manğan heliqi nima? Musa alayhissalam bilan birlə manğan heliqi salih bəndə kelib tamni qopurub qoydu.
bir yıqılay deb qolgan tamni qo'pirib qo'ydi. Musa alayhisalom buni so'g'a vaqtida nima uchun bu tamni qo'pirib qo'ysa, "Ma kanattikilar seni mehmon qilishga unimidi, mehmon qilishni rad qildi. Sen shuna turib bu tamni qo'pirib qo'yding" degan vaqtida buni bayon qilib, "Ikki yetimning mol-mulkini saqlash uchun buni qo'pirib qo'ydim" deb kelib bir iborat bor shu yerda. "Kana abuhuma solihan." Bu ikki yetimning dadasi solih odam edi. deb mushu sababni ko'rsatdi. U ikki yetimning haqqini saqlab qo'yishning sababi dadasi solihdi. Bu masala bu hikoya bu qissa Sura Kahfning 82-oyatida tilga Shu vaqtda Musa alayhisalomga haliqi solih odam bu tanni yuylab qo'pirib qo'yganlik sababini bayon qilib, "Va ammal jidaru fakana li gulamayn yatimayn fil madina." Ikki yetim barining ketdi bu shahardagi. "Va kana tahtahu kanzul lahuma." Bu ikkisining boyligi batma tamning ostida bo'lib, "Va kana abuhuma solihan." Ma ikki balaning dadasi solih odam deydi. Demak, dadining solihligi, dadining yaxshiligi ballarının muhafizat qilinishiga, ballarının haqqının saqlanishiga çoğ turtki bo'ladigan, eng çoğ sabab bo'ladigan sabablarning birisi. Ya'ni biz o'qimoqchi bo'lgan Sura Baqaradagi bu kala hikoyasi, kala qissadagi yana bir taraf bu. Birisi iymon tarafi bo'lib qolsa, birisi dadining solihligining, ballarının saodatining sababi ekanligi bu hikoyadan qissadan chiqib turadi. Ya'ni demak, ilahiy hikmat Nim bo'ldi desanglar, o'zining butun mol mulkini Allohga omonat qo'ygan heliqi odam. Ya'ni shu hikoya qissaga qaytayli, Bani Isroil kala vaqasidagi. O'zining butun mol mulki bo'lgan shu kalasini Allohning qo'shida omonat qo'ygan heliqi odam Alloh buningga barakat berdi. Balasi topdi uni cho'ng'aygan vaqtida. Oxirida buyuk bir mol mulk sifatida, boylik sifatida topdi. Kalani topdi, bir kala emas. Bir boylik sifatida. Chunki u kalaning oxirisida Bani Isroilninki talibi bilan kalaning tirisi patqudek oltinga sotdi. Masala bu. Ya'ni bular endi hikoyaning qismini o'ziga qaytib kelsak, kalani bo'g'izlagan vaqtida bo'g'izlab kalaning ma'lum bir qismi bilan o'likni urdi, Alloh buyurgandek. Qarg'udek ularning ko'z oldidan bu tirilib, qotilning ismini so'zlab, undan keyin o'lib ketdi. Masala bu. Hikoya bu yerda oxirlashi bu. Mushtabaqachqa sura dal Baqara surasi degan nom bilan ataldi. Nima ishqa desa, dindagi asosiy bir masalani isbotlash. U o'simi tirilishga iymon etish masalasini surada markazlashtirdi. Ya'ni suradanki markaziy iddiasi o'tirg'i qo'ymoqchi bo'lgani, izohlamoqchi bo'lgan nuqta dal mushu degan bir uqum ifoda uchun suraning ismi Sura Baqara surasi, ya'ni Kala surasi, Kalaning voqealigi asosliq markaz qilingan sura deb mushu nom bilan atalgan. Bu suraning ismi haqidagi bizning biladigan ochiqlanimiz. Endi sura, sizlar Qur'onga qarasanglar, Qur'ondagi ikkinchi sura. Qur'onning hozirgi tartibi Sura Fatiha, Sura Baqara, Sura Al-Imron deb mush tartib bo'yicha, andikin Sura Nas bilan oxirlashadi. Buni hammanglar bilasizlar. Endi Qur'onningki başdagi bir suraninki, ya'ni ikkinchi surada to'qqu buni Sura Fatihadan qilib qolsa, başdagi bir suraninki madaniy suralar boshlanishi, Makkiy suralar emas. Biz darsning oldidagi muqaddimada Makkiy madaniyning xarakterini sizlarga degan, yani hozir shu haqda ozroq tushuntirishlarni beramiz. Makkiy suralarning xarakteri dinning asosiy masalalariga markazlashgan. Aqida masalalari, kuffarlar bilan bo'lgan kurash masalalari, Yahud, Nasronilar bilan bo'lgan kurash masalalari, ozg'un aqidalarga berilgan raddiyalar, masalan, ilgirki payg'ambarlarning qissalari bo'lib, bu xil shaklda mazmunlarni o'ziga olgan bo'ladi. Hamda Madaniy surasi bir ijtimoiylashgan bir jamiyat uchun tushgan suralar bo'lgan. Yuqoridagi aqida va dinning asosiy prinsip masalalaridan boshqa shu jamiyatni kontrol qiladigan, tartib soladigan qonun, nizom, ahkam bu xil shaklda, anki munofiqlar masalasi qatorliq bu xil shakldagi mazmunlarni o'z ichiga oladi. Endi Qur'onning biz ilgirki darslarimizda degandek birinchi vazifasi aqidani mustahkamlash deydigan bir gapni o'tirib qo'ygandik. Shunda bo'lgandan keyin Qur'onning beshiga Makkiy suralarni tizish ma'quldi. Ammo Qur'on
növbetdeki tizilishda birinchidan sura Fatiha kelgan bo'lsa, ikkinchidan sura Baqara, ya'ni madaniy surani qana qildi, ikkinchi ratga tizdi. Ya'ni sura Qur'onning asosiy mazmuni madaniy suradan boshlandi deb hozirgi normal tartibda. Bu nima uchun desa, biz bunga deymizki, avvalan Makki nima, madaniy nima buni tushunishimiz kerak. Bu haqda biz azizcha ko'pchilik tushuntirishni berdik, endi cho'nqurlaymiz. Ana nima bilamiz, Makka Madina muqaddas ikki o'rin. Birinchisi payg'ambarlik boshlanishga shohid bo'lgan. Qur'onning payg'ambar alayhisolamga tushirilish boshlanishiga shohid bo'lgan. Bu Makka. Ikkinchisi Rasulullohning hijrat qilgan o'rnini ko'rsatdi, ya'ni Madinani ko'rsatdi. Endi biz Qur'oni Karimda Masura Makki sura ekan, Masura madaniy sura ekan degan vaqtimizda bir qancha nuqtani mulohaza qilishimiz kerak. Birinchisi, oyat shu sababdan tushgan vaqalik masalasi. Ikkinchisi, Ikkinchisi, shu vaqalik yuz bergan o'rin masalasi. Uchinchisi, vaqalik yuz bergan zaman masalasi. Demak, har qanday bir ish yuz bersa, buning zamoni bo'ladi. Yuz beradigan makoni bo'lgan bo'ladi. Shu ishning qilg'uchisi bo'ladi. Shu ish qaratilgan obyekt bo'ladi. Va shu ishning yuz berishining sababi shu ishni qila olish, qilmaslik qudrati qatorliq bir qancha nuqta bo'ladi oyat. Har bir oyatning tushishga munosabatlik taraflari bu. Endi Qur'onning tushishga nisbatan aytgan vaqtda, Qur'onning tushiruvchisi Alloh. Qur'on tushirilgan shaxs Muhammad alayhissalom. Endi Qur'on tushirilgan o'rin ya Makka ya Madina. Endi Qur'on tushirilishininki zamoni, makoni, sababi nuzul bo'ladi. Bu haqda biz ancha tushuntirishdan beri sababi nuzul haqida. Qur'on butun insoniyatni Allohning manhajiga hidoyat qilish uchun kelgan kitob. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Allohningki insoniyatga avatgan risolatining samoviy dasturini qo'ygan. Demak, Qur'oni Karim tushish orqali samaviy risolatlar, samaviy dinlarning hammasining vazifasi mukammallashgan Qur'on orqali. Endi shu eng oxirgi din, ya'ni qiyomat kuni dunyoga dastur hisoblanadigan eng oxirgi din keldi. Qur'on maydonga keldi. Ya'ni Qur'on osmon zaminning yaratilish qissasini maydonga keldi. Insonning yaratilish qissalarini keldi. Qur'on tushishdan ilgirki payg'ambar elchilarningki hikoyalari, qissalarini keldi. Shu payg'ambar elchilarning qissalaridan xato bo'lib qolgan yerlarini tuzatdi. O'zgartilgan ya'ni qana qildi, tuzdi. Eng oxirida payg'ambarlar Allohdan insonlarga yetkazgan mazmunlarda bu samoviy risolat bir butun rostchil shaklda o'tirg'i chiqdi. İlgirki Qur'on tushishdan ilgirki risolatlarda insonlarning qo'llari buzib qo'ygan narsalarning hammani mansux qildi va Allohning manhajlariga qo'shilib yolg'ondan nisbat berilgan inson so'zlarining hammasini to'g'rilab maydonga keldi bu Qur'on. Burunqi din ahli, Yahudlarning o'limalari, Nasaralarning damollamlari insonlardan yushagan mazmunlarni Qur'on keldi. Mana bu Qur'onningki tushgan vaqtidagi qilgan ishlari. Qur'on shu ilgirki risolalardagi Allohning diniga insonlar o'zi qo'shgan yoki o'zgartgan yoki yushagan yoki butun almashtirib qo'yganning hammani rasvo qildi. Undan boshqa ilgirki risolalarga Allohningki manhajlaridan ba'zi ziyoda qismlarini qo'shdi. Nimishqa Qur'on zimindagi Alloh ibodat qilishning mukammal manhaji bo'lsin uchun buningga qo'shdi. Odam alayhisolamdan qiyomatga qadar osmondan tushgan manhajning hammani Qur'on o'z ichiga oldi. Bu Qur'onning xususiyati. Endi gapimizga kelsak, mushtabir taraflar o'g'achqa biz Qur'oni Karimningki Makka yoki madaniy masalasiga kelsak, o'limalar ba'zi oyatlar haqida Makkimu, Madanimu degan haqida ba'zi o'xshamagan fikrlarda bo'ladi. Zaman tarafini o'ziga o'lcham qilganlar Payg'ambar alayhisolamga hijratdan keyin tushgan har qanday oyat nima hisoblanadi? Madaniy hisoblanadi degan bo'ldi. Garchi Makkada tushsa-mu. Endi makon o'lchimini tutganlar Makkada tushgan oyat Makki, Madinada tushgan oyat Madaniy degan bo'ldi. Bu hijratdan ilgari tushamdi, keyin tushamdi bu nuqtadan nazarini qaratgan
nazar qaramagan asosda bo'ladi bu. Bularning hammasi Rasululloh alayhisolatu vasallamga hijratdan keyin Makkada bir qancha sura tushgan taraf bor. Mush nuqtadan chiqqan gap so'zlar. Endi demak, texnik xulosalasak, bir bilik olimlar Makkada tushsa, Makka, Madina tushsa, Madinada o'rinni asos o'lcham qiladi. Bir bilik olimlar hijratni o'lcham qilib, hijratdan ilgari tushsa Makka, hijratdan keyin tushsa Madina deb buni o'lcham qiladi. Bu xil ahvollar va ulamolarning o'tirisida suraninki Makka, Madinalikni isbotlashda. Ham biz deymizki, musulmon ulamolarning o'tirida ba'zilar buni shunda qanday ta'sirlashga urinayotgandek ixtilof masalasi emas bu, ixtilof yo'q. Balki har taraf temini muayyan bir nuqtadan olgan. Ba'zisi o'rin makan nuqtasiga qaragan, ba'zisi zaman nuqtasiga qaragan. Shu nuqtadan zamonga qarab turib, zaman e'tiboriyle Makka, Madina deb o'tirib qo'ysa, ba'zilar bu ixtilof emas, bu shakli ixtilof. Mohiyatda ulamolar hech qanday biri Qur'oni Karimning suraning yoki oyatlarining o'zida ixtilof qilib qolgan emas. Oyatda masala yo'q, surada masala yo'q, faqat qaragan taraf o'xshamagan bo'lg'achqa, ba'zilar o'rin tarafidan deb turib mana deydi, ba'zilar vaqt tarafidan deb turib ana deydi. Ammo ikkisi bir yerga kelib, ikkilisi o'rin tarafidan yoki ikkilisi vaqt tarafidan desa, o'tirib masala chiqmaydi. Demak, nerede tushganligi, qanday vaqt tushganligi, buningda masala yo'q. Endi biz Sura Baqaraning o'zing temizga kelsak, Sura Baqaraga qaraydigan bo'lsak, buningki shu Madina tushgan dastlab suralar ekanligini bilamiz buni. Sura Baqarada madaniy xarakterdagi oyatlarmi bor, makkiy xarakterdagi oyatlarmi bor. Ammo Qur'oni Karimdagi makkiy xarakterdagi oyat degan qanday oyat desa, aqida masalasiga markazlashish. Chunki biz burun deganimizdek makkiy oyat suralar tushgan vaqtida payg'ambar alayhisalom nima ish qilyapti? Butga ibodat qiladigan buddistlarga qarshi turyapti. Dinga ishonmaydigan kuffarlar bilan kurash qilyapti. Osmon bilan munosabatda ojizlashib qolgan ahli kitob, nurg'un ahli kitoblar bilan qarshilashayotdi. Chunki ular payg'ambarlarning gapini unutib o'zgartib etgan. Demak, Rasulullohning muhiti bu. Makkadagi muhiti, hijratdan ilgirki muhiti, Rasulullohning qilayotgan ishi bu. Shu vaqtda Qur'on tushgan. Unda bo'lgandan keyin Rasulullohning qilayotgan, duch qilayotgan, kurash qilayotgan ishi shunda o'g'achqa Qur'on nim bo'lish kerak desa, Mavloga qarshi turish kerak. Qur'onning o'tirib qo'ydig'ini mushu masalaga munosabatlik mas'ul bo'lish kerak. Va bularga ularning botil ekanligini, manfaatsiz, zararsiz bir ilohlarga manfaat yetkazmaydigan, zarar yetkazmaydigan ilohlarga ibodat qilayotganligini debirish kerak Qur'on. Balki bularning zaminning turishidagi eng tuvan turish hisoblanadigan toshni yasalgan bir quruq but ekanligini Qur'on debirish kerak. Alloh subhanahu va taolo insonni farqlantirib boshqalardan mushu dunyoda xalifa qilgan bir holatda eng mukammal, eng hurmatli inson eng tuvan butlarga ibodat qilayotganligini Qur'on bularga deb berish kerak. Qur'on bularga o'limdan keyin bir tirilishning borligini deb berish kerak. Qur'on bularga jannat, do'zaxda bir narsaning borligini, haqiqiy hayotning dunyo emas ekanligini, balki oxirat ekanligini deb berish kerak. Qur'on ularni Allohning azobidan ogohlantirish kerak. Allohga uchraydigan shu kunisidan ogohlantirish kerak. Hech kim, ulardan hech kim shu buyuk kundan qocholmaydiganligini Qur'on bularga deb berish kerak. Chuqum Qur'on bularni Allohning koinotdagi yaratquchi, paydo qiluvchining borligiga dalolat qiladigan pokit dalillarga diqqatini chekish kerak. Yahudlarning damollari kelgan, Yahudlarning ulamolari kelgan bir qism savollar bor. Qarmoqqa savol so'ragandek ko'rinadigan mohiyatda islomga qarshi turish, islomni ayiblash, boshqalarning oldida yaga urush maqsad qilingan bir xil savol shakllari bor. Bularga qarshi turish kerak Qur'oni Karim. Unda bo'lgandan keyin Qur'onning shu vaqtdagi vazifasi nima bo'lishi tabiiy shu mazmunlar, ya'ni aqida masalalari, qiyomat masalalari, tirilish masalalari bo'lishi tabiiy ahvol. Bular Yahudlar o'ylaydiki, Muhammad bir narsa deb qilib o'z ichidan osmondan tushgan Qur'oni Karim dedi ya, "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha." Payg'ambar alayhisalom o'z xohishidan so'zlamaydi. So'zlagan har birisi vahiydir. Yahudlar o'ylaydiki, bu payg'ambar olsunmi, pokkida o'zi chaqlab bir gapni qilib qo'ysa, xatolasa tutib olamizmi deb so'raydi bu savollarni. Ammo Qur'on kelib
Ulanın hemmige kanabel cevap verdi. Kur'an geldi, insanların hemmini beraber kıldı. Bayının bayılğalık için hiç pezileti yok. Kembeğallık için ecirde hiçbir kemçilliki yok. Belki kişiler Allah'ın aldıda xuddi tağaqның çişiği oxşaş beraber ekelgini Kur'an ep geldi. Demek bular Mekke'de yüz berip atkan ahvallar. Endi Kur'an bulağa bir narsa deyish kerak. Qur'on bularga javob berish kerak. Unda bo'lgandan keyin tabiiyki Makki oyatlarining temisi mushu bo'lishi bu tabiiy ahvol. Ya'ni bu Makkadagi da'vatning asosi. Ya'ni bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhisalom Allohning elchisi degan bir nuqtada iymon aytish. Az bo'lgan vaqtlarda mu'minlarni qana qilish, mustahkamlash, ojiz bo'lgan har bo'lgan vaqtlarda mu'minlarni mazmun to'g'izish, tasalli berish. Bular Qur'onning shu vaqtdagi vazifasi edi. Endi iymonni mustahkamlash, ularga doimo Allohning ular bilan birlik ekanligi, ular shahid o'lsa jannatga hisobsiz kiradiganligini, agar islom dinida o'lsa jannatga kiradiganligini, ularning ichidan kufr holida qolib qolganlar dozaqda azoblanadiganligini, Alloh yo'lida tortgan har mashaqqatning oxirisida ajr borligini aslatish kerak edi. Qur'on bularni qiladi Makki suralarda. Bular mushtaq qilish orqali mashaqqatlarga sabr qilish, aziyatlarga sabr qilsin uchun mushtaq qilish to'g'ri keladi. Qur'onning vazifasi bu edi Makkida, Makki suralarda. Demak, tabiiyki bu nuqtalarni tushunsak, deb o'tirish hojatsizdi. Qur'ondagi Makkadagi musulmonlarning holatini tushunsak, musulmonlarga kerakli bo'lgan narsaning nima ekanligini tushunsak, musulmonlarning soni, iymonining yangi bo'lganligi, islomga yangi kirganligini tushunsak, Makki Qur'onning, Makki oyatlarning nima deydiganligi bizga maxfiy bo'lmaydi. Makki oyatlar, Makki suralar dal shu xildagi temalarni o'tirg'a qo'yadi. Tamam, endi biz Madinaga kelaylik. Madina nima ish bo'lgan? Biz undan keyin Madina jamiyatiga o'tkalsak, bu yerda boshqa bir shakl bor. Makkadagi holatga o'xshamaydigan bir shakl bor. Bu shaklda islom kuffarlar, butga ibodat qildiganlar, Tavratni o'zgartiradigan yahudlar, bularga qarshi turgandan boshqa, ya'ni yangi bir dushmanga qarshi keldi. O'zmi munofiqlar. Makkada munofiqlar yo'qdi. Lekin Madinada yangi dushmandan birisi paydo bo'ldiki, munofiqlar paydo bo'ldi. Endi Makkada nodonlar bir xil adovat bor. Endi Madinada bo'lsak, islom bunda nodonlar adovat emas, bilib turib adovat qiladigan bir bilik yangi toifaga o'tgan. O'zmi munofiqlar, o'zi musulmon deb turadigan, bilib turib ichidan adovatchilik qiladigan. Makkada munofiq yo'q. Nimishqa? Chunki ojiz, izilgan odam munofiq bo'lmaydi. U o'zi mu'min deb kofir turib, azobga duchor bo'lib, aziyatga duchor bo'lib, siqilishga duchor bo'lgan kim bor? Makkada shu musulmon bo'laman desa, musulmonlar desa qiyinchilik bor. Siqilish bor, azob bor. Kim musulmon bo'lmay turib unda azobni tortadi? Shakli jihatdan musulmon bo'lib, demak Makkada munofiq yo'q. Lekin Madinaga kelgan vaqtda islom kuchayib, bunun davlati bo'lgan vaqtida jamiyatda nifoq paydo bo'ldi. Munofiq shu vaqtda paydo bo'ldi. Shunga Qur'oni Karimdagi mushaqdagi ba'zi oyatlarni anglaymiz. Wa mimman hawlakum min al-a'raf munafiquna min ahli al-Madina maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adabin 'azimda. Atrofda munofiqlarning borligini Qur'on aslitadi. Demak, ham Rasululloh o'zimizning gapiga kelsak, Madinaga kelgan vaqtida yangi bir shakldagi adovatga qarshi keldi. Adovatga duch keldi. Makkadagi yo'q adovat. Ya'ni Rasululloh bu yerda munofiq yahudlar bilan kurashga kirdi. Makkada buddistlar vatdi. Buddistlar xolos. Makkaga vaqtda yahudlar qo'shildi va munofiqlar qo'shildi. Endi tavhid, munofiqlarga rad qaytirish, yahudlarga rad qaytirishdan boshqa bu vazifadan boshqa Madinada bu vazifa otdi. Bundan boshqa yana Madina islomiy jamiyatda bir jamiyat shakllangan. Demak, vazifa ko'paydi. Makkada islomiy jamiyat yo'q. Makkada musulmonlarning mavjudlik masalasi ham bor.
Özünü saklasalam buludu, imanı saklasalam buludu. Yani hiç Müslümanların oturup çekilengen ictimai cemiyeti yok, tertibatlı yok. Müslümanların qoğdaşlık tegişlik cemiyeti yok. Ama Medine'ye gelgenden keyin işler sel kengaydi, köpeydi. Bazı karakter meseleler özger Belçanın karakteri. Münafık payda oldu. Münafıkka kılıdığan muamele başka kafira kılıdığan muamele oxşamaz. Çünkü şekli Müslüman olanınki. Ondan keyin bir cemiyet payda oldu. Cemiyetning qurulmusi oludu, cemiyetdagi ijtimoiy tartibatli oludu, ahkamli oludu. O cemiyetni qo'g'daydigan bir muncha prinsiplar oludu, taraqqiy qildiradigan bir demak yangi ishning birisi paydo oldu Makka, Madinaga kelgan vaqtida. Endi bu yerda mushu cemiyetni da'vat vazifasini ep turalaydigan shaklda tarbiyalash xizmati bor. Bu yerda davlat bor, bu yerda jang bor. Bu yerda qilma deydigan bir ahkam, qonun, prinsiplar oludu Medine'de. Vallahi paydo oldu, Mekke'de yoktu bu. Bularning hammasi Mekke'de yoktu. Endi Qur'oni Karimning Mekke'dagi tuyishi oyatlarining ko'pinchisi aqida haqida, jannat, do'zax haqida, mu'min oxiratda kutadigan ajr haqida, kuffar kutadigan azob haqida bo'lgan bo'lsa, buni taqozo qilgan bo'lsa, Mekke'dagi oyatlar shu qonunlar haqida, islom jamiyati haqida, muomalat haqida, munofiqlarning yomonligidan saqlanishning shakllari haqida bo'lgan. Bu Madinaning farqi Makkaga qaraganda. Gerçi Medine'deki oyatlar aqida masalasini sal qarmagan bo'lsa-mu, lekin o taraflar qo'shilgan. Tabiiyki Medine'deki oyatlar aqida masalasini sal qaramagan, kuchdan turgan. Lekin qo'shilgan yangi masalalar u. Ya'ni umumiy xarakter bir qadar o'zgargan demakchi Makkaga qaraganda vaqt Madinada. Jibril alayhisolatu vasallam Peygamber aleyhisselamның qışığa Kur'an'ı redlep bir üçün kelgen vaqtida Kur'an'ı en ahırkı rətlәşdə Cibril aleyhisselam rətlep bergen. Hazırki sure Fatiha, sure Baqara, Al-İmran şekilde Cibril aleyhisselam rətlep bergen. Biz hazır tonuyatqan tərtib şu. Cibril aleyhisselam bu xil kelgen vaqtida, men rətlep berib kelgen vaqtida İslam tarap nurgun adam İslamga işinib kirib bolgan. Anda oğanda bu yerda birinci hizmet çoxum Müslümanlar şu vaqtdagi cemiyet Müslümanlar o'zining dini ahkamlarini bilish kerak. Nimani qilish, nimani qilmaslikni bilish kerak. Şu vaqtdagi muhim birinci ish. Allah subhanahu va taolo Müslümanlarga la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ne bildirish, din ahkamlarini bildirishni Allah xohlaydi. Bu Allohninki xohlaydigini. Endi aqida bor. Şu vaqtdan o'zida nima qilib qoldi desa, amal qilib qilma degan masalada tatbiqlash qilib qoldi shu vaqtning o'zida. Bu qilib qoldi. Endi Sura Baqara islomning kuch-quvvatini tunishtirish mazmunlarini o'ziga olgan, olib kelgan. Qur'onning hikmatini o'ziga olib kelgan. Alloh subhanahu va taoloning o'zining rasuliga bo'lgan ilmini olib kelgan. Undan boshqa insonning yaratilish qissalarini Odam alayhisolamninki, tunji inson bo'lgan Odam alayhisolamning yaratilish qissasini İbrahim Aleyhisselam'ın iman izdeş vakalikini, Kabe'ni kuruş vakaliklerini özüge kelgen. Sura Baqara yana Yahudlarga merkezleşken. Çünkü Yahudlar İslam'a adavat kılış cihetinde en kişilerimizde en yamını dep durup Yahudlarga merkezleşken. Bu hakta şu Sura Maide'de La tecidenne eşedden nas adawata lillezine amanu el-yahuda vellezine eşreku. Yahudlar olan müşriklerninki kişilerge kişileşideki dinge en adavetli kişiler işkellikini tapsız degan ayatlar tilg'ilingan. Demek Sura Baqara bu ahvallarni o'ziga olgan, Yahudlarning meselesini tilga olgan. Sura Baqara bir qism imoniy taklifat buyruqlarni olib kelgan. Ro'za haqida so'zlagan, haj haqida so'zlagan, haroq haqida, jazoni haqida, kishilarning pul mollarini yevilish, to'y, masalan to'y qilish, taloq, imildoshlik bu mazmunlarni o'ziga olgan. Ondan boshqa islom jamiyatidagi iqtisodiy muomalaning har xil shakllarini belgilagan. Va ma kana al-islam liyata'arrada li hadhihi al-ahkam fi Makkah. Ana islom Mekkadagi vaqtda ma ahkamlarga tegish qilmaydi. Bunda ishlar Mekkada yo'qdi. Madinada ishlar yangidan paydo bo'ldi. Chunki Mekkada bu ahkamlarni tatbiqlaydigan islom jamiyati yo'q. Buni bayatni deb o'tdi. Undan olgandan keyin tabiiyki Makki suralar bilan madaniy suralarninki o'ziga olgan mazmunlarining xarakter jihati ba'zi farqlarning bo'lishi, xarakterining o'xshamasligi bu.
Yani qayta bir xulosalasak, Sura Baqara madaniy sura, ko'p qism oyatlarida madaniy Makki suralarningki ta'rifotiga kelsak, hijratning oldida tushganlari Makki yo'lidir, hijratdan keyin tushganlari madaniy yo'lidir. Makkadagi musulmonlar duch kelayotgan masalasi iymon masalasi, Rasulullohning qilayotgan kurash da'vatlari iymon haqida, oxirat haqida, tirilish haqida, musulmonlarning ajr savoblari haqida, kuffarlarning jazolari haqida bo'lg'achqa oyatlarning mazmuni shu xil mazmunlarga markazlashgan. Madinaga kelgandan keyin Makkadagi musulmonlar kurash qilayotgan dinsiz buddistlar, bir qism ahli kitoblar, din boshqa munofiqlar deb yana bir yangi tur qo'shildi. Islom jamiyatida bir jamiyat barpo bo'ldi. Bu jamiyatni tuzaydigan va tartiblaydigan va saqlaydigan bir qonun, tuzum, tartiblar kerak. Makki madaniy suralarda dal oyati yo'q, ya'ni oyatda bor bo'lgan aqida, iymon, tirilish masalalaridan boshqa oyatda yo'q bo'lgan bir bilik masalalarni o'z ichiga olgan oyatlarning bo'lishi tabiiy ahvol. Shunlashqa Makki bilan Madinaning o'rtasida ba'zi farqlarni his qilamiz. Shunlashqa biz tafsir qilmoqchi bo'lgan odamning, Qur'onning tushunchisini anglamoqchi bo'lgan odamning shu oyatlarning Makki Madinani bilishi kerak degan gapni shunga deymiz. Shunga bizning qarindoshlarimizga tavsiya qildiğimiz Makki oyatlardagi oyatlarning qaratilmasi xarakteri bilan madaniy oyatlardagi oyatlarning qaratilma xarakteri farqlanadi. Bu jihatda oyatlarni tushunib tatbiqlashda ham mushu taraflarga rioya qilgan asosda tatbiqlab tushunishimiz kerak. Bo'lmasa ba'zi bir xato tushunch masalalari oyatlarni o'zaro bir-biridan suqashtirish, qarshilashtirish masalalari kelib chiqadi. Halbuki Allohning kalomida bir-biri bilan qarshilashadigan hech narsa yo'q. Faqat bu bir cho'ng bir odamning hayotida kichik kartinasi hisoblangan cho'ng bir hayotninki ilgari va keyin oldi keyni ahvollarining hammani o'ziga olgan bir umumyuzlik mazmunlar tasvirlanadi Qur'onda. Shu har mazmunni o'z joyiga qo'yish, oldidagini oldiga, keyinigini keyiniga qo'yish bek muhim. Mush nuqtalarga diqqat qilsak, bugungi darsimiz Sura Baqaraning oldidagi muqaddima, Sura Baqaraga nisbatan bergan tushuntirishlarimiz haqidagi dars oxirlashdi. Biz inşallah kelasi oylik darsimizda shu Sura Baqaraning 1-oyati Alif Lam Mimdan boshlaymiz. Alloh hammamizni iymonimizni mustahkam qilsin. Bu darsimizdan manfaat oladigan qilsin. Kelasi oylik darsda ko'rishaylik va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.